Assalomu alaykum. Kanalimiz a'zolari va ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Bugun 2026-yil 7-mart. Xo'sh, biz navbatdagi bir tona beg'o'misimizni yana Namangan viloyati Roston tumaniga eltib berishni amalga oshiryapmiz. Mana o'sha o'tgan safargidek yashil qoplarda issiqxonaga olib ketyapmiz. Mana bu yerda deyarli beg'o'misimiz qolmadi bu reaktorda. 8 tonna oshiq chiqdi. Hozir yana adashmasam 500-600 kilolar chiqadi qolgani. Bu tarafda mana keyingi reaktorni ilashni boshladik. Bunda ham 2 tonna atrofida ilab qo'ydik. Tayyor beg'o'mis bor ilangan. Bu bo'shagan joyga o'zi mana suv qochgan. Tashqarida o'sha zaxiramizni ko'rsatib o'tgandik, eslaringda bo'lsa, qishda o'sha zaxiradan go'ngni olib kirib yangi reaktorni boshlayapmiz. Go'ngni tashib bo'lgandan keyin ustiga keyin cho'lchanglar tashlab joydan unumli foydalanamiz. Beg'o'mislarimiz hali serob. Cho'lchanglarimiz qattiq ishlayapti hozir. Mana shu reaktordan mana shunday holda hamma yerda shunaqa mana. Shu biznesga qiziqqanlar kanal video ostida raqam qoldiramiz. Aloqaga chiqsalaring, bizda cheklanmagan miqdorda cho'lchang bor, beg'o'mis ham bor qiziqqanlarga. Bemalol buyurtma berishlaringiz mumkin. O tepada ikkinchi zaxiramiz ham ancha yig'ilib qoldi. Videoga like bosing, izohlarda fikrlaringizni qoldiring. Yaqinlaringizga videoni bo'lishib qo'ying. Sizlardan bitta iltimosimiz shu. Video qancha ko'p tarqalsa, shuncha bizga foydangiz tekkan bo'ladi. Hammaga rahmat. Bizni kuzatishda davom eting.